Adem çok adam mesela. 38 numaralık bir ayak yedi adam. 42 numaralık ayak giyiş için çok onun putu yoğun iş gerek. Canazma. Demek 38 numaralık ayağı sel kona. 42 numaralık ayak yeni. Bu yeni ayağını giymende kiyinmeydi. Onun için çok putu yoğun iş gerek denge. Ben bu nemi istimal kılındırsanız bir adam texin bir süpetlik yaxşı turmuşqa erişmen, hayat erişmendeyken çoxum ona mas bolğan üzünü payda qilish kerak degan gap. Yani putunuz yo'g'onganda anandan keyin bu 42 numaralık ayak qilmas kelsiz degan gap. Hem buni konkretni qilib aytgan nima deganda siz ham hozir qilayotgan ishingiz siz bizning o'quvchi-ku, ha? Siz hozir qilayotgan ishingizda masalan 10 xaridor kelgan bo'lsa, siz kelmagan unini emasmish, kelgan unini muhim deb bilasiz. Butun diqqatingiz, butun vaqtingiz, energiyangiz nimaga qaratilishi keraksa, butun yo'g'ontishga, ya'ni o'zingizni yo'g'ontishga qaratilishi kerak. Ya'ni bunday aytgan vaqtda birisi shu kasbiy iqtidoringizni oshirsiz, to'xtamay oshirsiz. Chunki har qanday bir kasbning cheksiz bo'shliq bo'ladi. Cheksiz har qanday bir bog'vanmi agar bog'vanchilikni taraq qildirman desa, cheksiz bo'shliq bor degan gap. Cheki yo'q bu bo'shliqni. Shunga sizning kasbingizda hozir masalan sizning eng chong alayligingiz inchga ham kasbni yaxshi ko'rsiz. Unda olgandan siz to'xtamay hozirgi iqtidoringiz bilan emas, mushning bo'lgan iqtidoringiz texim kengaysangiz, u put yo'g'onaydi degani. Put yo'g'ongandan keyin tabiiy 42 numaralı oyoq qilmas kerak degan. Shunday nurg'un odamlar 38 numaralı oyoqni kiydi, 42 numaralı oyoq kiysam bo'ldi deydi, biroq put yo'g'onmagan. Put yo'g'onmagan vaqtda biz menga bu 42 numaralı oyoqni kiymaymiz. İkinci nokta kardiyan. Yani kardiyan degan nima desangiz, sizning ilgilishingizda to'sab qo'ygan bir kardiyanlar bo'ldi. Tushunasizmi? Buningda iqtidoringizmi bor? Orzuyingizmi bor? Biroq bir badningizda bir to'salg'i bor-da. Po'li qilinmagan. Yo'q, bir şeyga borsam bo'lmaydi. Masalan, siz 5000 ko'ylak kirim qilgan odam bo'lsangiz, misol 20000 ko'ylak kirim qilish iqtidoringiz yetadi. Biroq u xuddi bir toksimidek-chi, bir xumshiyandek bir toksimidek, o'shaga borsang bo'lmaydi deydigan bir kardiyan badningizda kardiyan bo'ldi. Bu vaqt amaliyotda oyda 20000 ko'y topgan, 40000 ko'y topgan yoki 50000 ko'y topgan odamning iqtidor jihatida hech qanday bir farqi yo'q. Faqat nima desa, aniq badinda topay deydigan narsa bor. Sizningida qanday ular topsam bularni topolmasmanmi, topsam bu ishqa bir narsa, bir kuch to'sa qo'ydi. Bu kardiyan deymiz. Bu kardiyan dal bizda olgan trauma. Ya'ni shu jarohat qartilgan. Shunsiz shu 3-numaralık, 3-numaralık, 1-numaralık shu jarohatlarni ko'proq ko'rib bilasiz. Anandan keyin bu kardiyanlar yo'qaydi degan.